Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Nodirbek Ismoilovning milliy sertifikat imtihonlari uchun biologiya 18-diagnostik test savollarini tahlil qilamiz. Demak, bizda dastavval nazariy qism. 1 dan 10 gacha bo'lgan topshiriqlarning har bir to'g'ri javobiga 1,3 balldan beriladi. Birinchi savol. Umurtqali hayvonlar haqidagi to'g'ri ma'lumotlar ko'rsatilgan javobni aniqlang. Demak, bizda birinchi savolda umurtqali hayvonlar haqidagi to'g'ri ma'lumotlar ko'rsatilgan javoblarni ajratib olishimiz zarur ekan. 1. Dengiz olabug'asining yurak qorinchasidagi venus qon qorin aortasiga, undan jabra arteriyalariga o'tadi. Dengiz olabug'asi bu baliq, uning qorinchasidagi venus qon dastavval qorin aortasiga, undan esa jabra arteriyalariga o'tadi. Bu to'g'ri. 2. Kvashkada qon yurak qorinchasidan o'pka arteriyalari orqali o'pkaga, undan esa yurakning chap bo'lmasiga quyiladi. Bu ham umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasiga xos bo'lgan to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. 3. Asidiyaning regressiv metamorfozi umumiy degeneratsiya bilan bog'liq. Demak, asidiyada regressiv metamorfoz, ya'ni tubanlashishga qaratilgan metamorfoz umumiy degeneratsiya bilan bog'liq deyishibdi. To'g'ri, buni ham olamiz. 4. Akunning jabralaridan arterial qon qorin aorta orqali organlarga boradi. 4 xato. Akunning jabralaridagi arterial qon jabra venalar orqali butun tana organlariga tarqaladi. 5. Paleozoy erasining devon davrida paydo bo'lgan stegosefallar panjaqanotli baliqlarning ajdodi hisoblanadi. Paleozoy erasining devon davrida paydo bo'lgan stegosefallar panjaqanotli baliqlarning ajdodi emas, avlodi bo'lishi mumkin, ajdodi emas. Ya'ni haqiqatda stegosefallar panjaqanotli baliqlardan kelib chiqqan. Stegosefallar panjaqanotli baliqlarni hosil qilgan emas, ya'ni panjaqanotli baliqlar stegosefallarning oraliq formasi. Ya'ni dastlabki amfibiyalarning oraliq formasi deb qarasak bo'ladi. Lekin bu joyda stegosefallar panjaqanotli baliqlarning ajdodi deyishganligi uchun 5 ni xato deb oldik. Panjaqanotli baliqlar stegosefallarning ajdodi bo'ladi aslida. 6. Qiziltoshning katta ko'krak muskullari qisqarganda qanotlari tushiriladi. Qiziltosh bu qush, uning katta ko'krak muskullari qisqarganda qanotlar tushiriladi. To'g'ri. 7. Skunksning kichik qon aylanish doirasi arteriyalarda venus qon harakatlanadi. Skunks bu sutemizuvchi, uning kichik qon aylanish doirasi arteriyasida, ya'ni o'pka arteriyasida venus qon harakatlanadi. Bu ham to'g'ri. 8. Qurbaqalarda gastrulyatsiya jarayoni blastulaning o'sib kirishi orqali amalga oshadi. Qurbaqa bu amfibiya, unda gastrulyatsiyada blastulaning hosil bo'lishi o'sib kirishi hisobiga bo'ladi. Bu ham to'g'ri. 9. Krevetka. Krevetka yuragidan chiqqan qon to'qimalarga kislorod olib boradi va u yerdan qon tomirlarga yig'ilib, jabralarga boradi. Krevetka bu qisqichbaqasimon yuragidan chiqqan qon to'qimalarga kislorod olib boradi. To'g'ri, xo'p. U yerdan qon tomirlarga yig'ilib, jabralarga boradi. 9 olishimiz mumkinmi? Olamiz 9 ni. 10. Bulbulning o'mrov muskuli qisqarishi tufayli qanotlar ko'tariladi. To'g'ri, demak, o'mrov muskullari qisqaradigan bo'lsa, qanotlar ko'tarilar ekan. 11. Suv shillig'ining tanasining orqa tomirida yurak joylashgan. U yurak oldi bo'lmasi va yurak qonunchasidan iborat bo'ladi. 11.
To'g'ri. Tanasining orqa tarafida qorin oyoqli mollyuskalarda yurak joylashgan bo'lib, u ikkita bo'lma, yurak oldi bo'lma va yurak qorinchasidan iborat bo'ladi. 12. Lansetnik. Lansetnikda kislorod bilan to'yingan qon qorin aortasi orqali jabralarga, undan esa orqa aortaga o'tadi. Bu xato. Demak, lansetnikning qon aylanish sistemasi yomg'ir chuvalchangnikiga teskari edi. Ya'ni bu joyda lansetnikda soz relkasi bo'yicha qon aylanadi. Ya'ni orqa aortasiga arterial qon jabralardan o'tadi. Natijada arterial qon butun tana to'qim organlariga arterial qonning kislorodi beriladi va venous qon, ya'ni karbonat angidridli qon hosil bo'lib, qorin aortasi orqali jabralarga qaytib yetib boradi. Va gazlar almashinuvi natijasida kislorod olinib, karbonat angidrid suv muhitiga chiqarilib yuboriladi. Bu joyda teskari ekan. Demak, 5 chiqib ketdi. Bizda 12 chiqib ketdi. Hozircha yana 4 ham chiqib ketar ekan. 4 ni ham chiqarib yuboramiz. Bizda to'g'ri javob A javob qoldi. 1 6 7 8 10. Bu javoblar to'g'ri keladi. 1 A bo'ldi. 2. Oddiy qarag'ay o'simligining changchili. 1 urug'chili. 2 qubbalariga mos tushunchalarni ajratib oling deyishibdi. Demak, biz changchili va urug'chili qubbalarga mos keluvchi ma'lumotlarni ajratib olamiz. Demak, shoxlarning pastki qismida yetiladi. Shoxlarning pastki qismida yetilishi bu changchili qubbalar uchun tegishli. Ya'ni biz bu joyda bizda birinchi shoxlarning pastki qismida yetiladi. Bu changchili qubbalar uchun tegishli ekan. Ikkinchi, urug'chili qubbalar uchun tegishli, ya'ni shoxlarning yuqori qismida yetilishi bu urug'chili qubbalar uchun tegishli ekan. Demak, bizda hozircha birinchi qismga 1 kirdi. Demak, ikkinchi qismga 2 kirdi. Chang-donlar qubbadagi tangachalar ostida joylashgan. Chang-donlar qubbadagi tangachalarning ostida joylashgan bo'lsa, bu to'g'ri keladi. B. Chang-donalar qubbaning tangachasini ustida joylashgan. Bu xato, to'g'ri kelmaydi. Mana shu joyda ostida joylashgan bo'lishi kerak. Ya'ni shoxlarning pastki qismida yetiladimi? Changchili qubbalar, chang-donlar ham tangachalarning ostida joylashishi zarur bo'ladi. Shunaqa. Demak, bir juft urug' kurtak qubbadagi tangachalar ustida joylashgan bo'lsa, 2 ga S bo'ladi. Ya'ni bizda shunaqa javob to'g'ri keladi. Bu javob A javobda berilgan ekan. Davom qildiramiz. 2A bo'ldi. 3. Quyidagi xususiyatga ega organizmlar to'g'ri moslab ko'rsatilgan javobni toping. A. Bo'yni kalta, oldingi oyoqlari kurakka aylangan. Bo'yni kalta, oldingi oyoqlari kurakka aylangan. Bu bizda belgilab qo'yamiz. Kurak oyoqlilar bo'ladi. B. Oyoqlari kalta, yoriqlarga kirishga moslashgan bo'lsa, bu bizda susar simonlar bo'lar ekan. S. Bo'yni, oyoqlari va dumi kalta, qoziq tishlari yaxshi rivojlangan. Bu bo'lsa bizda juft oyoqli, kavish qaytarmaydiganlar kenja turkum bo'ladi. Demak, oyoqlari kalta, yoriqlarga kirishga moslashgan bo'lsa, susar simon bo'lar ekan. Susar simonlar oilasi, yirtqichlar turkumi. Bo'yni, oyoqlari va dumi kalta, qoziq tishlari yaxshi rivojlangan bo'lsa, bular bo'ladi kavish qaytarmaydigan. Ya'ni kavish qaytarmaydigan juft oyoqlilar bo'ladi.
birinchi ko'rak oyoqlilarga kiruvchilarni ajratib olamiz. Ko'k kit deyishibdi. Yo'q, bu kitsimollar bo'ladi. Morch, tulen, dengiz mushugi. Bo'rsiq, olaqo'zon, lachcha to'g'ri keladi. To'ng'iz va begemot. Bizda to'g'ri javob B javob bo'lar ekan. S qulon deyishibdi. Yo'q. S javob chiqib ketadi. Morch, dengiz tulkisi, tulen. Bizda kurak oyoqlilar bo'lish kerak edi. Morch, dengiz tulkisi, tulen. Shu joyda dengiz tulkisi bu skat turkumiga kiradi. Shu sababli uni ham chiqarib yuboramiz. Bizda to'g'ri javob 3 ta B javob bo'ldi. 4. Og'iz apparati bir xil tuzilishga ega bo'lgan va har xil tuzilishga ega bo'lgan hasharot vakillarini juftliklarini ko'rsating deyishibdi. Demak, A da og'iz apparati bir xil bo'lganlarni ajratib olamiz. B da esa har xil bo'lganlarni ajratib olar ekanmiz. 1. Uy pashshasi va urg'ochi oddiy chivin. Uy pashshasi yalovchi yoki hosil qilgan, urg'ochi oddiy chivin bo'lsa suruvchi bo'ladi. Spiralsimon suruvchi og'iz. Demak, bu joyda har xil og'iz tuzilishiga ega to'shak qandalasi va hasva qandalasi bir xil tuzilishga ega bo'ladi. So'rovchi ikkalasida ham halqali ninachi va chopqir fayton. Ikkalasida ham kemiruvchi. Keyingisi kulrang satr, ishchi asalarilar. 4-da demak bizda kulrang satrda so'rovchi, ishchi asalarida bo'lsa kemiruvchi so'rovchi bo'ladi. Shunaqa. Demak, 5 chigirtka kemiruvchi, beshik tebetar kemiruvchi. 5 ni olamiz. Bu har xil bo'ldi. 6 chirildoq va hasva qandalasi. Chirildoqda kemiruvchi o'z-o'zidan, hasva qandalasida esa so'ruvchi bo'ladi. Har xil bo'ldi og'iz organi. Qoramol kanasi va iskab topar. Iskab topar bo'lsa bu mayda chivinga o'xshash hasharotlar hisoblanadi. Shu sababli buni biz kirgizmaymiz. A qismiga bu har xil bo'ldi. Demak, qoramol kanasi so'ruvchi bo'lsa, iskab toparda yalovchi og'iz deyishimiz mumkin. Shuning uchun bizda A va B qismiga kiruvchilar. A ga kiradi 2, 3, 5. Aniq qilib olsak, B ga kiradi 1, 4, 6, 7. To'g'ri javob bizda bo'ladi 2, 3, 5, 1, 4, 6. To'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Keyingisi organizmlarni ularga xos bo'lgan jinsiy sistemasi tuzilishi to'g'ri bo'lganini moslashtiring deyishibdi. Bir juft tuxumdon. Bir juft tuxumdon. Demak, bir juft tuxumdonga ega bo'lsa, shu belgi bilan ajratib olamiz. Bir juft urug'don bo'lsa, bu belgi bilan ajratib olamiz. Bitta tuxumdon bo'lsa, tagiga chizamiz. Endi qisqacha eslab olamiz. Bir juft tuxumdon kimlarda bo'lardi? Bir juft tuxumdon bizda ta'kidlangan to'garak chuvalchanglarda, sut emizuvchilarda bir juft tuxumdon bo'ladi. Bir juft urug'don bo'lsa, bir juft urug'don yana sut emizuvchilar, baliqlar va qushlarda bo'ladi. Keyingisi bitta tuxumdon bo'lsa, bu faqat baliqda. Bitta tuxumdon bo'lsa. Baliqda. Demak, forel. Biz forel bu baliq bo'lib, unda bir vaqtning o'zida bitta tuxumdonni yoki yana uchratishimiz mumkin urg'och erkaklarida
tasmasimon shakldagi bir juft urug'donni uchratishimiz mumkin. Shuning uchun ikki xil belgini qo'yib oldim. Endi keyingisi kasatka. Kasatka demak u sutga muzuvchi, unda bir juft tuxumdon va bir juft urug'don uchraydi. Bir vaqtning o'zida demak ham bir juft tuxumdon bor ekan, shuning uchun yumaloqga olib qo'ydim. Ham bir juft urug'don bor ekan. Qashqaldoq unda ham shunaqa bir juft tuxumdon va bir juft urug'don uchraydi. Zagorsk bu qush. Demak, reptiliyalarda, sutemizuvchilarda va qushlarda yana shunaqa bir juft urug'don, bir juft tuxumdon uchraydi. Shu joyda yozib qo'yganimiz ma'qul. Reptiliya, qush va sut emizuvchi. Larda 2 ga 2 nisbat, ya'ni ikkita tuxumdon, ikkita urug'don uchrar ekan. Zagorsk. Zagorsk, Zubur, Kamboja. Demak, Zubur bu joyda bir juft tuxumdon va bir juft urug'don bo'ladi. Keyin xumbosh baliq bu joyda baliqda aniq urg'ochisida bitta tuxumdon bo'ladi. Kamboja baliq bitta tuxumdon bo'ladi. Keyin oq biqin delfin bu sutemizuvchi, shu sababli bir juft tuxumdon va bir juft urug'don bor deb oldik. Oqcha bu baliq. Shunga ko'ra hozircha chiqarib olishimiz mumkin. Yana ibris bu yirtqich mushukchamonlar oilasiga mavjud. Bir juft tuxumdon va bir juft urug'don bor deb oldim. Shunga ko'ra ajratib olamiz. Bizda A variantda 3-qismiga 4, 7, 10 kirmaydi. A variant chiqib ketadi. B variantda esa birinchi qismiga 6 kirmaydi. Ya'ni Kambojada bir juft tuxumdon bor deb ololmaymiz. Ya'ni bitta tuxumdon bo'lganligi uchun baliqda. Sida ikkisi ham bir xil. Birinchi qismida solishtiramiz ikkinchi qism. 3, 5, 9. 3 qashqaldoq, 5 zubur, 9 ibris. To'g'ri keladi. 2 3 5 kasatka. Bu kitsimonlar, tishli kitlar kenja turkumiga oid bo'lgan tur hisoblanadi. Kasatka shu sababli unda bir vaqtning o'zida ham bir juft tuxumdon, bir juft urug'don bor deb olgandik. Bu ham to'g'ri kelar ekan. Demak, bizda yakunlovchi oxirgi qism farqlayapti. Kambojada haqiqatda bitta tuxumdon bor, 12. Oqchada ham haqiqatda bitta tuxumdon bor. Shunga ko'ra bizda ikkala javob ham to'g'ri bo'lib qoldi. C variant ham, D variant ham. Davom qildiramiz. Savolda kamchilik bor ekan. 6. To'g'ri ma'lumotlarni ko'rsating deyishibdi. 6-chi A. Orqa suzgichi ortida yana bir suzgichi bo'lishi bilan garbusha moybaliqqa o'xshaydi. Yo'q. Garbusha moybaliqqa o'xshamaydi. Garbushada haqiqatda bitta orqa suzgichi, anal suzgichidan davomida yana bir suzgichi mavjud, lekin moybaliqda yo'q. B. Bosh miyasi va tana skeleti qisman suyakka aylanganligi bilan beluga bukri baliqqa o'xshaydi. Beluga bukri baliqqa o'xshaydi. Bukri baliqqa o'xshaydi. Yo'q, bu to'g'ri kelmas ekan. Ikkalasi ham. Belugaga to'g'ri kelmaydi, aniq qilib aytsak. C.
Tana skeleti tog'aydan iborat bo'lishi bilan kit akulasi ko'k kitga o'xshaydi. Yo'q, bu joyda ko'k kitning tanasi tog'aydan iborat emas. Tana skeleti unda suyaklardan iborat bo'ladi. D. Tanasida 5 qator rom shaklidagi suyak plastinkalar bo'lishi bilan bakrabaliq sterletga o'xshaydi. Mana bizda to'g'ri javob. 6-chi D bo'lar ekan. 7. Odam organizmida quyidagi holatlarni ularga mos keluvchi tushunchalar bilan juflang deyishibdi. Qonda kalsiy miqdorining kamayishi. Nerv qo'zg'aluvchanlikning ortishi. A. 1. Parat gormonining ko'payishi bilan bog'liq deyishibdi. Yo'q. Teskarisi parat gormonining, ya'ni qalqon oldi bezi ishlab chiqaruvchi gormonning kamayishi bilan bog'liq bo'ladi. B. Qalqon oldi bezi funksiyasini pasayishi bilan bog'liq. Birinchi qism to'g'ri kelar ekan. Qalqonsimon bez funksiyasini kuchayishi bilan bog'liq deyishibdi. Bu ham to'g'ri kelar ekan. Bizda to'g'ri javob B javob bo'ldi. Keyingi variantlarni ham tahlil qilamiz. Qalqonsimon bez funksiyasini pasayishi bilan bog'liq. Yo'q. Parat gormonining kamayishi bilan bog'liq. To'g'ri keladi. Tiroksinning kamayishi bilan bog'liq. Kamayishi emas, ko'payishi bilan bog'liq bo'ladi. To'g'ri javob bizda 7-da B javob bo'ldi. 8. Sezgi organlari bilan bog'liq to'g'ri fikrlar ko'rsatilgan javobni toping deyishibdi. A. Muskullardagi retseptor qo'zg'alishi harakatlantiruvchi nerv orqali bosh miya katta yarim sharlarning po'stloq qismiga yetkaziladi. Harakatlantiruvchi nerv orqali yetkazilmaydi bu joyda. Sezuvchi nerv orqali yetkaziladi ma'lumotlar. Harakatlantiruvchi nerv bo'lsa, impulsni o'tkazib, ishchi organni refleksi hosil bo'lishiga olib kelar ekan. B. Ko'z to'r partasidagi kolbachasimon retseptorlar yordamida joylashgan joy aniq ko'rish markazi hisoblanadi. Bu to'g'ri. Kolbachasimon retseptorlar joylashgan qism sariq tog' deb aytilib, u aniq ko'rish markazi hisoblanadi. S. Halqum nayi, eshitish nayi hisobiga o'rta quloqdagi bosim tashqi muhit bosimiga nisbatan past holatda ushlanib turadi. Yo'q, bir xil holatda ushlanib turadi. Past holatda emas. D. Atalitlarning muvozanat retseptorlariga kuchli ta'siri tufayli odamda vaznsizlik holati yuzaga keladi va odam tubsiz zarga qulayotgandek his qiladi. Yo'q, bu joyda teskari. Vaznsizlik holati kosmosda kuchli ta'sir orqali emas, umuman olganda ta'sirsiz qoladi. Ya'ni atalitlarda hech qanaqa qo'zg'alishlar hosil bo'lmasligi kosmosda odamni tubsiz zarlikka, vaznsizlik holatiga tushib qolganida odamni tubsiz zarlikka qulayotgandek his qiladi odam o'zini. 9. Organizmlar va ularda uchraydigan polimer moddalarni juftlab ko'rsating deyishibdi. Demak, biz belgilab olamiz polimer moddalar. Polimer moddalarga oid bo'lgan to'g'ri ma'lumot. Glikogen olamiz. 2. RNK makromolekula, saxaroza. Polimer bo'la olmaydi, faqat disaxarid bo'lishi mumkin. Kraxmal. Polimer desoksiriboza. Mana saxarid aniq. Buni ham chiqarib yuborishimiz mumkin. Amiloza. Ferment, oqsil tabiatga ega. Xitin murakkab modda, ya'ni polisaxarid. Lixinin murakkab modda, polisaxarid. Estrogen murakkab yog'. Insulin oqsil. Maltoza. Bu joyda maltoza oddiy modda hisoblanadi, ya'ni monomer. 12. Geparin polisaxarid. Lemur deyishibdi. Demak,
Organizmlar va ularda uchraydigan polimer moddalarni to'g'ri juftlab ko'rsating deyishibdi. Dastlab biz polimer bo'lmagan moddalarni chiqarib yubordik. 3, 5, 11. 3, 5, 11. Bizda hozircha faqat S javob chiqib ketdi. Yana 3 bormi? Bor ekan. Bu joylarda ham 3 bor. Shu natijada A, B, S variantlar chiqib ketadi, faqat D javob qoladi. Tekshirib ko'ramiz. A da 1. A lemur, unda glikogen uchraydi. To'g'ri. B da 7. B parmeliya, lishanik, unda esa xitin uchraydi. To'g'ri. S muxomor, qo'ziqorin 1. Unda glikogen uchraydi. To'g'ri. D qumtariq, o'simlik, unda esa kraxmal uchraydi. Bu ham to'g'ri. Bizda to'g'ri javob D bo'lar ekan. 9 da. 10. Ochiq va yopiq urug'li o'simliklar bo'limiga mansub o'simliklar sonini toping deyishibdi. Demak, ochiq urug'li bo'lsa bunaqa belgi bilan, yopiq urug'li bo'lsa bu belgi bilan ajratib olishimiz mumkin ekan. Puxta. Ochiq urug'li, kedr, kordait, sequoia-dendron, vilvichia, ginkgo biloba, bennetit, qayrag'och bo'ldi. Demak, bizda hozircha A da sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A da 8 ta. Qayrag'och. Yo'q, bizda oxirgisi ortiqcha ketibdi. Qarag'ay deb o'ylabman nazarimda. Demak, 7 ta bo'lar ekan. Bitta ortiqcha sanabmiz. 7 ta. A da 7 bo'ldi. A da. B da endi. B yopiq urug'li o'simliklar so'ralganda eman yopiq urug'li, buk yopiq urug'li, shumtol yopiq urug'li, qayrag'och yopiq urug'li, jut yopiq urug'li, zarang yopiq urug'li bo'lar ekan. Sanasak 1, 2, 3, 4, 5, 6. B da 6 ta bo'lar ekan. A da 7, B da 6. To'g'ri javob A bo'ldi. Demak, 11-savol. Skeleti asosan tog'aydan iborat, xo'rdasi butun umr davomida saqlanib qoluvchi suzgich pufayga ega organizmlarni ko'rsating deyishibdi. Demak, qaysi baliq turkumi haqida yoki qaysi baliq haqida ketyapti gap? Bu joyda bakra baliq ekan. Bakra. Ya'ni bakra baliq turkumi shu xususiyatlarga ega. Ya'ni unda suzgich pufaygi ham bor, tog'aydan iborat asos skeleti butun davomida saqlanadi, shu xususiyatlari bor. Tog'ayli baliqlarda mavjud, butun umr davomida saqlanadi, to'g'ri, faqat ularda suzgich pufaygi yo'q. Shuning uchun men bu joyda bakra turkumi deb oldim. Tikanli akula. Bukri baliq, forel. To'g'ri javob bizda yo'q. Bukri baliq, lasossimol, forel, lasossimol. Beluga, bakra baliq, bakri bo'lib qolibdi. Bakra deb qabul qilamiz va 11ni S deb olamiz. Moy baliq, ilonbosh, yo'q. Bu karpsimonlarga kiradi. Ikkalasi ham. To'g'ri javob 11da bakra turkumiga kiruvchi beluga va bakra baliq bo'ldi. 12. Biologik parallelizm hodisasi mos keluvchi jarayonlar. To'g'ri berilgan javobni toping. Ya'ni ajdodi bir-biriga yaqin bo'lgan avlodlarning bir xil yashash muhitida moslanishi orqali o'xshash belgilarning hosil bo'lishi parallelizm hodisasi bo'ladi. Evolyutsiyaning tiplari. Parallelizm. Demak, A. Qorayiq tog'da, qo'ng'irayiq o'rmonda yashash. Bu divergensiya. Kurak oyoqlilar turkumi va kechsimollar turkumi vakillarining suv muhitiga moslanishi. Mana shu parallelizm bo'la oladi. Delfin va akula tanasining tuzilishini o'xshash bo'lishi. Yo'q, bu joyda ular ajdod jihatidan bir-biridan uzoq. Akula baliq sinfi, delfin sut emizuvchi. Shu sababli ajdodlar bir-biridan uzoq bo'lganligi uchun ularni biz parallelizm emas, konvergensiya deb olamiz. D.
Tog' buyruqlarida tumshuqlarning tuzilishini o'zaro farqlari divergensiya bo'ldi. 12 B bo'ldi. 13. Turning tirik organizmning o'zaro biotik munosabatlariga oid to'g'ri moslashtirilgan javobni ko'rsating deyishibdi. Demak, birinchida bizda protokooperatsiya turishi kerak ekan. A. Asalari va gulli o'simliklar changlatishi. To'g'ri. Odam ichagidagi saprofit bakteriyalarning birga yashashi. Ammensalizm. To'g'rimi? Odam ichagida saprofit bakteriyalarning birgalikda yashashi. Ammensalizmda 0 minus bo'ladi. Protokooperatsiyada majburiy bo'lmagan ikki tomonlama manfaatli. Hamsoylikda bo'ladigan bo'lsa 0 plus, hamtovoqlikda yana shunaqa. 0 plus bo'lishi kerak edi. Bu joyda 0 minusga kirishibdi. Odam ichagidagi saprofit bakteriyalarning birga yashashini. Yo'q. U undan qolgan ozuqa bilan oziqlanadi. Shuning uchun hamxo'raklikga yoki hamsoyalikka kirishimiz mumkin. Hamsoyalikka kirizamiz biz buni. Ya'ni odam ichagidagi saprofit bakteriyalarning birgalikda yashab, odamning ichagida yashagan holatda yashash muhiti sifatida u odam ichagidagi hazm bo'lgan ovqat massasi, ya'ni axlat massasi hisobiga yashaydi. Hamsoyalik bo'lar ekan. 2 xato olinibdi. B. Asalarilarning gulli o'simliklarni changlatishi. 2. Yorug'sevar o'tlarni baland daraxtlar soyasida qolib ketishi. Bu ham to'g'ri. 3. O'rgimchaklarni kemiruvchilar uyasida yashashi. Hamsoyalik. 4. Chirituvchi bakteriyalarning tuproqdagi o'simliklar bilan birga yashashi. Ham tovoqlik. Bu ham to'g'ri. Bizda to'g'ri javob 13 B bo'ldi. Yopishqoq baliqning akula bilan birga munosabati. Yopishqoq baliq akula bilan birgalikda munosabati hamsoyalik bo'ladi. Hamxo'raklik bo'ladi. Shuning uchun biz buni chiqarib yuboramiz. Protokooperatsiyaga kirmaydi. D. Termitlar oshqozonida xivchinli hayvonlarning birga yashashi. Yo'q. Bu joyda bu to'g'ri, ikkalasi uchun ham manfaatli, lekin majburiy bo'lgan munosabat. Shu sababli uni mutualizmga kirgizib, birini chiqarib yuboramiz. 14. Disseminatsiya bosqichida 1, 2, 3 hosil bo'lgan moddalarni to'g'ri moslashtirib ko'rsating debdi. Bosqichlarda, birinchi bosqichda, ikkinchi va uchinchi bosqichlarda hosil bo'luvchi moddalarni to'g'ri juftlashimiz zarur ekan biz 14-savolda. Birinchi bosqichda yog' kislota to'g'ri kelishi mumkin. Ikkinchi bosqichda karbonat angidrid. Agar biz bu jarayonda achish jarayoni spirtli achish ketdi desak chiqadi, lekin spirtli achish ketadi deb olmagan bu joyda. Shu sababli birini chiqarib yuborishimiz kerak. Agar birdagi A variantdagi ikkinchi qism karbonat angidrid spirtli achishda hosil bo'ladi, ikkinchi bosqichda deb olsak, javob chiqmasdan qoladi. Demak, B glyukoza, ATF, sut kislota. Glyukoza to'g'ri, ATF to'g'ri, sut kislota 3-bosqichda hosil bo'lmaydi. 2-bosqichda hosil bo'ladi. S monosaxarid to'g'ri, 2 ATF to'g'ri, 3 karbonat angidrid bu ham to'g'ri ekan. D sut kislota xato. Sut kislota 1-bosqichda hosil bo'lmaydi. Shu joyda shart kiritishi zarur ekan, demak, faqat sut kislotali achidi deb hisobga olinsin deyish kerak. Spirtli achish bo'lsa, bizda A javob ham to'g'ri bo'lib qolishi mumkin. A javob ham to'g'ri keladi. 15. Quyidagi organizmlarda jinsiy hujayralardan mitoz bo'linish natijasida A va meyoz bo'linish natijasida hosil bo'ladigan to'g'rilarni moslashtiring deyishibdi. Demak, bizda 15-da quyidagi organizmlarda jinsiy hujayralardan mitoz bo'linish natijasida hosil bo'luvchi. Demak, florada, ya'ni o'simliklar dunyosida dastlab
hujayralari birlamchi jinsiy hujayralar meyoz bo'linadi va ketma-ket mitoz bo'linishi orqali jinsiy hujayralar hosil bo'ladi. Ada flora deb qo'yganimiz ma'qul. Ya'ni o'simliklar dunyosiga oid. Bda esa meyoz bo'linishi natijasida deyishibdi. Dastlab mitoz bo'ladi, birlamchi jinsiy hujayra mitoz usul bilan bo'linib ko'payadi faunada, ya'ni hayvonlar dunyosida, keyinchalik esa eng oxirida to'plam 2 hissa kamayadi, ya'ni meyoz bo'linadi. Bu joyda faunaga oid ekan. Tushunarli, fauna. Bir, antiroyumda generativ hujayradan ikkita spermi hosil bo'lishi. Bu mitozga asoslangan floradan. Shimpanzeda ikkilamchi spermatotsit hosil bo'lishi. Demak, shimpanzeda ikkilamchi spermatotitni hosil bo'lishi, bu meyoz hisobiga bo'ladi. Kovulda birlamchi jinsiy hujayralarning bo'linishi. Kovulda dastlab birlamchi jinsiy hujayralarning bo'linishi bu meyoz hisobiga bo'linadi. Florada biza dastlab mitoz bo'linadi deyishganimiz to'g'ri, lekin birlamchi jinsiy hujayrasi florada, ya'ni o'simliklar dunyosi kovulda bu meyoz bo'linishi hisobiga keyingi hujayralarni hosil qiladi-da. Shuning uchun 3 ga B qismiga kiradi deb oldim. 4. Bir qozonda spermatogoniyalarning hosil bo'lishi. Bu mitoz hisobiga aniq. 5. Yaroslavda birlamchi yo'naltiruvchi tanachalarning hosil bo'lishi. Bu meyozga oid. Aniq. Demak, A, B, 1, 4, 2, 3, 5. To'g'ri javob bizda A bo'ldi. 16. Fotosintezning yorug'lik va qorong'ulik bosqichiga mos to'g'ri ma'lumotlarni juftlang deyishibdi. Stromada sodir bo'ladi. Bu qorong'ulik bosqichi. Chilakoidda sodir bo'ladi. Bu yorug'lik bosqichi. Glyukoza hosil bo'ladi deyishgan bo'lsa, bu qorong'ulik. ADF hosil bo'ladi. Qorong'ulik. Kislorod hosil bo'ladi. Va ATF sintezlanadi bo'lsa, bu ikkalasi 3 bilan 4-chi yorug'lik bosqichida bo'ladi. Demak, A ga 2 kirar ekan. Va bundan tashqari 3 va 4 kiradi. Demak, bizda to'g'ri javob bor. D javob to'g'ri bo'lar ekan. B ga 1 kiradi. Ularga esa 1 va 2 kiradi. Keyingisi, diagrammadan foydalanib quyidagi berilgan to'g'ri javoblarni aniqlashimiz zarur ekan. 1da faqat gidrosfera chegarasi biosferaning, 2da faqat litosfera biosferaning chegarasi sifatida va bu litosfera va gidrosferaning umumiy chegaralaridagi ma'lumotni biz 3 ta yig'maymiz. Shu joyda 3 bor. A. Asosan fitomassadan iborat deyishibdi. 1da gidrosfera yo'q, asosan zoomassadan iborat bo'ladi. B. 1. Fitobiomassa nisbatan kam. Bu to'g'ri. Zishlik yuqori deyishibdi. 2da litosferada zishlik yuqori. To'g'ri bo'ladi. 3. Biogen migratsiya ishtirok etadi debdi. Ikkalasi ham biogen migratsiyada ishtirok etadi. Gidrosfera ham, litosfera ham. 3. Hayotning faqat quyi qismi mavjud. Hayot faqat quyi qismida mavjud. Yo'q, hayot hamma qismida mavjud uning. Litosfera, gidrosferaning hamma qismida hayot mavjud. Barcha qismida hayot mavjud. To'g'ri. Karbonat angidrid miqdori kam deyishibdi. Karbonat angidrid miqdori kam litosferada. Umuman kislorod gazlarining nisbati kam litosferada. 3. Fitobiomassa ko'p deyishibdi. Fitobiomassa ko'p. Yo'q, ikkalasida ham fitobiomassa ko'p emas. Gidrosferada zoobiomassa ko'p bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob bizda bu javob qoldi. 17 bu bo'lar ekan. 18. O'zgarishlarning tashqi muhit harorat o'zgarishiga nisbatan morfologik, biokimyoviy, fiziologik moslanishlar to'g'ri moslanish javobini ko'rsating deyishibdi.
harorat o'zgarishiga nisbatan e'tibor bering. O'simliklarda tashqi muhitning harorati o'zgarishi hisobiga boradigan moslanish. Birinchi. Ajratib olamiz. Agar morfologik moslanish bo'lsa, bu belgi bilan, biokimyoviy moslanish bo'lsa, bu belgi bilan, fiziologik moslanish bo'lsa, bu belgi bilan ajratib olamiz. Past haroratda o'simliklarda organik kislotalarning konsentratsiyasini ortishi. Bu biokimyoviy. Yuqori haroratda o'simliklarda organik kislotalarning konsentratsiyasini ortishi. Yuqori haroratda organik kislotalarning ortishi. Shu joyda xatolik ketdi. Past haroratda o'simliklarda suvning konsentratsiyasi kamayib, glyukozani miqdori ortadi. Bu joyda xatolik bilan berilgan. Bir bor javoblarni umuman chiqarib tashlasak ham bo'lar ekan. Hozircha A javob chiqib ketdi. 2. Yuqori haroratda o'simliklarda organik kislotalarning konsentratsiyasini ortishi. Bu biokimyoviy moslanish. O'simliklarda qisqa vegetatsiya davriga moslanishi deyishibdi. Bu fiziologik. Cho'l o'simliklarining barg og'usilarining yopilishi fiziologik. Barglarning buralgan holatda bo'lishi morfologik. Barg och tusda bo'lishi, tuklar bilan qoplanishi morfologik. Demak bizda A da 5-6, B da 2, C da esa 3-4 bo'lar ekan. To'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. Bu joyda B qismga 3 kirmaydi, bu joyda esa 4 kirmaydi. 19. Quyidagi o'simliklar sistematikasiga oid ma'lumotlar berilgan. Ularga ko'ra A va B o'rniga mos tushunchalarni ko'rsating. 2 pallalilar, 2 urug' pallalilar, qoqovo't toshlar. Demak, qoqovo't toshlar oilasi, 2 urug' pallalilar sinfi. Keyin A. Oilacha bor. Qoqovo't toshlarda birinchi oilacha sutkondoshlar, ikkinchi oilacha bo'lsa moychechak toshlar. Shuvoq deyishibdi. O'z-o'zidan shuvoq ikkinchi oilachaga, ya'ni moychechak toshlar oilasiga kiradi. Bu joyda A da moychechak toshlar bo'lishi kerak ekan. Erman shuvog'i bo'libdi. Magnolia simon sinf, ituzumdoshlar oila. Oiladan keyin turkum bo'lishi kerak. Kartoshka tur. Turkumi bo'lsa, B da ituzum turkumi bo'ladi. Moychechak toshlar ituzum turkumi deb belgilangan javob bizda 19 da A bo'lar ekan. 20. Eukariot hujayra kelib chiqishi to'g'risidagi gipoteza va ularning isbotlovchi dalillari to'g'ri moslangan javobni ko'rsating deyishibdi. Demak bizda 20. Birinchi simbioz gipotezasi bo'lsa, ularning dalillarini bu belgi bilan. Invaginetsiya bo'lsa, tagiga chizamiz. Ko'pko'lamli bo'lsa, to'lqinga olamiz. Mitoxondriya va xloroplastda DNK va RNKning mavjud ekanligi simbioz gipotezaga oid bo'ladi. Yadro va mitoxondriya xloroplastning ko'sh membranali ekanligi invaginetsiya gipotezasi. Sitoplazma va yadrodagi plastik jarayonlarning o'xshash ekanligi ko'pko'lamli. 1 ga A, 2 ga B, 3 ga C degan javob bo'ladi bizda. To'g'ri javob A bo'lar ekan. 21. Quyidagi grafikda keltirilgan progress yo'nalishida keltirilgan rasmda Y harfiga mos tushunchani ko'rsating. Demak, progress biologik progress, ya'ni yuksalish bo'lib, bu joyda biologik progressning umumiy degeneratsiyaga oid bo'lgan yo'nalishi berilibdi. Shunga oid biz ana shuga mos keluvchi misolni topib olamiz. A da zirk o'simligida tikanning paydo bo'lishi, ideoadaptatsiya bu. Otlarning evolyutsiyasida tuyoqlarning paydo bo'lishi. Bu ham ideoadaptatsiya.
ba'zi g'or hayvonlarining oyoqlari va ko'zlarining reduksiyaga uchrashi, bu bo'lsa bizda aniq umumiy degeneratsiya bo'ladi. Umumiy degeneratsiya. Kurak oyoqli sut emizuvchilarda teri osti yog' qavatining qalinlashishi. Kurak oyoqli sut emizuvchilarda deyishganda e'tibor bering. Kurak oyoqli sut emizuvchilar turdan yuqori sistematik birlik. Shuning uchun ularda teri ostida yog' qavatini hosil bo'lishini aramorfoz deb qabul qilsak bo'lar ekan. To'g'ri javob bizda 21da S javob bo'ldi. 22. Dastlabki suvda hamda quruqlikda yashovchi organizmlar 1. Dastlabki ochiq-quruqli o'simliklar 2. Paydo bo'lgan va avj olgan A, avj olgan B va qirilib ketgan davrlar to'g'ri ko'rsatilgan javoblarni aniqlang deyishibdi. Demak, bizda birinchi suvda hamda quruqlikda yashovchilar, ikkinchi ochiq quruqli o'simliklar. Ochiq quruqli o'simliklar bo'libdi. 1. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar dastlab A'da paydo bo'lgan qaysi davrga keladi? Hozir yozib olamiz. Devom. Paydo bo'lishi esa keyingisi tosh ko'mir bo'ladi. Ya'ni ochiq quruqli o'simliklar tosh ko'mirda paydo bo'lgan. Sig'dirish uchun qisqartiramiz yana. Tosh ko'mirda ochiq quruqli o'simliklarda. B. Avj olib rivojlanganligi. Amfibiyalarning avj olib rivojlanganligi tosh ko'mirga, ochiq quruqli o'simliklarda esa yuraga to'g'ri keladi. Yuraga. S. Qirilib ketganligi. Amfibiyalarda permga, ochiq quruqli o'simliklarning ko'p qismini qirilib ketganligini bo'lsa, borga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra biz javoblarni tahlil qilamiz va to'g'ri javob bizda S javob bo'lar ekan. 22 S javob bo'ldi. 23. Bu joyda DNK ga oid bo'lgan masala ekan. Shuncha nukleotiddan iborat bo'lgan 1200 ta nukleotiddan iborat bo'lgan DNK fragmentida adenin soni sitezin soniga teng. DNKning birinchi zanjirida umumiy adeninlarning 60% joylashgan. Demak, DNK ga biz zanjir chizib olamiz. 4 xil nukleotiddan iborat bo'lgan ikkita zanjirni adenin, timin, adenin, sitezin, guanin, sitezin qilib, bizda aytish bo'yicha birinchi zanjirda adeninlar 60% joylashgan. 60%. O'z-o'zidan bu joydagi adenin bo'lsa 40% bo'ladi umumiyga nisbatan. Bular ham 60, bular esa 40% dan bo'ladi. Keyin DNKdagi guaninlar soni adeninlar sonidan 20 taga ko'p bo'lsa, DNKdagi guaninlar soni adeninlar sonidan 20 taga ko'p bo'lsa, shu DNK asosida sintezlangan informatsiya RNKni zanjirini puling sonini toping. Puling asoslar soni qancha debdi deyishibdi. Qarang, bizda bularning o'zaro soni teng bo'lganligi uchun ular umumiy nukleotidga nisbatan 25% dan bo'ladi. 25% bo'lsa, buni 4 ga bo'lganimiz, ya'ni 300 ga teng. Ularning har birining soni 300 tadan ekan. Adenin va timin ham 300 tadan, sitezin va guanin ham 300 tadan. 300 ning 60% 180 ta, 40% esa 100 hozir. Qolgani 120 ta bo'ladi. Bular 180 ta. Endi bizda aytishyapti, bizda DNKdagi guaninlar, shu DNK zanjiridagi guaninlar adenindan 20 taga ko'p bo'lsa,
ko'p bo'lsa. Demak, bu joydagi guanin 20 taga ko'p. Ya'ni bu joydagi guanin 200 ta bo'lsa, bu joyda 100 ta guanin bo'ladi. Bular ham 100 tadan, bu 200 tadan. 200 tadan. Bu joyda 120 ta. Shu joyda faqat kamchilik DNKdagi guaninlar soni emas, birinchi DNKdagi guaninlar soni shu zanjirdagi adeninlardan 20 taga ko'p deb ta'kidlash zarur edi. Xo'p, bizda so'ralgan narsa informatsion RNKdagi purin asoslar soni. Timindan bu joyda uretil yo'q adenin adenindan uretil, guanindan sitezin, sitezindan guanin sintezlanadi. Bu tarafga nisbatan olindi. Birinchi zanjirga nisbatan. Yana shu birinchi zanjirga nisbatan degan gapni ta'kidlash kerak edi yana bir marta. Yana xatolik bo'ldi. Informatsion RNKda zanjirda asosida shu DNK zanjiri asosida birinchi DNK zanjiri asosidagi sintezlangan informatsion RNKda purinlar soni so'ralibdi. Demak, adenin uretil bo'lib o'tadi. Timin adenin bo'lib o'tadi. Sitezin guanin bo'lib o'tadi. Guanin sitezin bo'lib o'tadi. Bu joyda ularning soni mavjud. Bu 180, 120, birinchi zanjirga nisbatan 100, 200. Bizda so'ralayotgan narsa purinlar soni informatsion RNKdagi. Purinlar bu adenin bilan guanin bo'ladi. Ularni qo'shsak 100 ga 120 ni qo'shsak bizga kelib chiqadi 220. 23-da C javob bo'lar ekan. 24. Quyidagi organizmlar hujayrasida yoki tanasida fagositoz jarayoni kuzatiladigan va kuzatilmaydigan organizmlarni ajratib ko'rsating. Demak, fagositoz dastlab yozib olamiz. Nima edi u? Fagositoz bu hujayraga to'g'ridan-to'g'ri ozuqani, qattiq moddani kirib borilishi, qamrab olinishi orqali. Fagositoz kimlarda bor? Faunada mavjud. Qolganlarida esa, ya'ni bakteriyalar, flora va zamburug'larda mavjud emas. Ularda faunada bo'lsa mavjud bo'ladi. Shunga ko'ra kuzatiladi faunada fagositoz. Faunaga oid bo'lganini shu belgi bilan ajratib olamiz. Kuzatiladiganlarni. Pseudomans bakteriya, qizil muhamur zamburug', oddiy amyoba fauna, leukosit fauna, pixta hujayrasi flora, nastok flora, limfosit fauna. Demak, bizda 3 4 7 A javobda bo'lishi mumkin. 3 4 7. Va bizda to'g'ri javob qoladi faqat C javob. 24 C javob bo'ldi. 25. Sun'iy ekosistemaga xos bo'lmagan jarayonlarni aniqlang. E'tibor beramiz. Sun'iy ekosistemaga xos bo'lmagan deyishibdi. Turlar soni xilma-xil yo'q. Sun'iy ekosistemada turlar soni asosan bir xil bo'ladi. Bu xato ma'lumot bo'lganligi uchun uni to'g'ri deb olib ketamiz. Bu joyda demak, tabiiy ekosistemasiga xos bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib olishimiz zarur. Doimiy turg'un emas. To'g'ri ma'lumot chiqarib yuboramiz. Tuproq holati yomonlashtiradi. To'g'ri ma'lumot chiqarib yuboramiz. Nisbatan bir xil organizmlar simbioz hayot kechirishiga asoslangan deyishibdi. To'g'ri ma'lumot chiqarib yuboramiz. Barqaror bo'lgan sistema. Xato ma'lumot qabul qilamiz. Inson ta'sirisiz uzoq vaqt mavjud bo'la oladi. Xato ma'lumot qabul qilib olamiz. 1 5 6. To'g'ri javob bizda 25 ta A bo'ldi. 26. Quyidagi disaxaridlarga mos keluvchi monosaxaridlar to'g'ri ko'rsatilgan javoblarni aniqlang. Demak, disaxaridlarga mos keluvchi deyishibdi. Monosaxaridlarni to'g'ri nima qilamiz?
ajratib olamiz. Endi bo'lsa biz disaxarid bo'lmagan moddalarni dastlab chiqarib yuborishimiz zarur bo'ladi. Yo'q, hammasi disaxarid ekan. 1. Maltoza. Maltoza 2 mol glyukozadan iborat. 1 A bo'ladi. 1 ga. Laktoza. Galaktoza va glyukozani qo'shilishidan hosil bo'ladi. 2 bo'ladi. To'g'ri javob bizda bor 26 B bo'lar ekan. 27. Quyidagi gulli o'simliklarning tabobatda qaysi xastaliklarda qo'llanishi ko'ra juftlab ko'rsating deyishibdi. A. Tugmacha gul. Ishni yumshatadi. B. Cherkes. Qon bosimini pasaytiradi. C. Qirqbo'g'im. Safro, siydik haydovchi. Lekin bizda o'z-o'zidan qirqbo'g'im gulli o'simlik emas. Shuning uchun uni chiqarib yuboramiz. Gul xayri. Yo'talga qarshi. Jag'jag' bo'lsa qon ketishini to'xtatadi. Dastlab C bor javobni chiqarib yuborishimiz mumkin. C bor javobni. Bu javob gulli o'simlik bo'lmaganligi uchun yana bu ham ekan. A javob ham chiqib ketadi. Qon ketishini to'xtatuvchi deyishibdi. B'da cherkes qon ketishini to'xtatmaydi. Ishni yumshatadi. Qon bosimini pasaytiradi. Qon ketishini to'xtatadi. To'g'ri javob bizda 27 da C bo'ldi. 28. Quyidagi rasmda sog'lom odam buyragining qoni bilan ta'minlanishi sxematik tarzda ko'rsatilgan. Unga ko'ra qaysi biri noto'g'ri deyishibdi. A. Qonda karbonat angidrid miqdori 1 da 2-ga nisbatan past bo'ladi. 1. Arteriya qon tomiri, 2. vena qon tomiri. Bu to'g'ri ma'lumot. Bizda noto'g'ri ma'lumot zarur. B. Qondagi mineral tuzlar miqdori 1 da 2-ga nisbatan past bo'ladi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Teskari 1 dagiga qaraganda 2-da past bo'ladi. C. Qondagi glyukoza miqdori 1 da 2-ga nisbatan yuqori bo'ladi. Agar glyukozani bir qismidan buyrak o'zini hayotiy jarayonni olib borish uchun, ya'ni energiya sifatida foydalangan bo'lsa, bu to'g'ri ma'lumot. Shuning uchun uni chiqarib yuboramiz. Qondagi mochevina miqdori 1 da 2-ga nisbatan yuqori. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Mochevina zaharli modda sifatida buyrakda ajratilib tashlanadi. 29. Faqat prokariot organizmlar uchun xos bo'lgan ma'lumotlarni keltirgan javobni aniqlang deyishibdi. Faqat prokariotlar uchun tegishli bo'lishi kerak ekan. 1. Mezosoma. To'g'ri. 2. Tuproq hosil qilishida ishtirok etadi. Yo'q, prokariotlar ishtirok qilmaydi tuproq hosil bo'lishida. Misol tariqasidan evrokariotlardan zamburug'lar, lishayniklar tuproq hosil bo'lishida ishtirok etishi mumkin. Murin qobiq. Amurin qobiq haqiqatda faqat bakteriyalar, ya'ni prokariotlar uchun tegishli. Xemosintez faqat bakteriyalar uchun tegishli. Fotosintez bu evrokariotlarda uchraydi. Translyatsiya hammasida evrokariot va prokariotlarda uchraydi. Translyatsiyaning sitoplazmada sodir bo'lishi deyishganda bu ham hammasida bo'ladi. Amitoz olishimiz mumkin, prokariotlarda bo'ladi deb. 8. Sista. Evrokariotlarda sista hosil bo'ladi. Spora hosil qilish. Evrokariotlardan bor. 10. Taksis evrokariotlarda uchraydi. Demak bizda 1, 3, 4, 7. To'g'ri javob 29 da A bo'ldi. 30. Janubiy Amerikada uchrab, Shimoliy Amerikada uchrab, Janubiy Amerikada uchramaydigan hayvonlarni tanlang deyishibdi. Demak, bizda hozir tanlab oladigan turlarimiz biogeografik viloyatlar bo'yicha Shimoliy Amerikada uchrab, Janubiy Amerikada uchramasligi zarur ekan. Bu joyda biz 2, 3, 12, 14 larni belgilab olamiz. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 30-da. 31. Tovuqlarda tot shakli A, pat shakli B.
Patning yangi S. Iflanishi qanday hodisalar kuzatiladi? Qanday hodisalar kuzatiladi? Tod shakli komplementariya. Patning shakli. Patning shakli. Pletropiya. Patning rangi esa epistas. To'g'ri javob bizda S javob bo'lar ekan. 32. Va nihoyat nazariy savollar o'zini nihoyasiga yetadi. Shu bilan Trias, Yura, Bor davrlarida yuza bergan aramorfozlarni ajratib oling deyishibdi. Gulli o'simliklarning tarqalishi Yura, dastlabki sutemizuvchilarning paydo bo'lishi Trias, gulli o'simliklarning xilma-xillik va sutemizuvchilarning xaltali va yo'ldoshli tipini paydo bo'lishi bo'lsa, bizda Bor bo'ladi. Demak, birga gulli o'simliklarning tarqalishi deyishganda ikkini oldik. Dastlabki sutemizuvchilarning paydo bo'lishi deganda Triasni oldik. 1. Sutemizuvchilarning xaltali va yo'ldoshlar va gullilarning xilma-xilligini paydo bo'lishi bo'lsa, bu Bor bo'ladi. To'g'ri javob bizda 32-da